mana bugun biz Qumsangirga yo'l oldik. Biram ajoyib, biram chiroyli. Ikkinchi etajaga chiqib borayotgan lestnitsa mana zamonaviy. Ko'ringizlar, o'zingiz baho beringizlar. Bu jigaramiz master periodlar yana ikki Rauf do'stimizdan tayyor bo'lyapti. Bu ikkinchi etajaga ijodkor bo'lyapti yana ikki plus. Polni tomosha qilingizlar. Biram ajoyib, biram chiroyli lestnitsa ikkinchi etajaga chiqayotgan. Mana garda polni reshetka bo'lyapti dachaning ikkinchi etajaga chiqqan yeri. Mana marhamat tayyor bo'layotgan jarayonlari. O'zingiz baho berasizlar. Hayit ayyomi bilan hammalaringizni chin qalbimdan tabriklayman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Anlar mamlakatga yaxsarma, zo'rsarma. Bu Qiziqo'tevani biz pastdan kuzatib tursak, nasibsa nashayna ustayna chiqqan ekan, YouTube'ga shu YouTube orqali nashr lezensani zakaz qildik. Nasib kelib qoldi, nasib inshaalloh. Nasib qondirib beryapti. Gap yo'q aynalarga, hamisha oldinga. Ayna, Bo'li gul ekan. Ayna, shartizlik sher yigitlarning ishi qanday? Zo'r. Qo'llar gul ekan. Qo'li gul ekan. Malades. Qo'li gulmaka master periodlar. Malades. Keling, ana o'zingiz ham keling. Voy, nashayna. Ya assalomu alaykum master periodlar ashadiy muxlislari, Qiziqo'tevani podpischiklari. Ayna gap yo'q, ayna. Hammakasi yaxshimisizlar? Mana Qumsangirdan bir zakaz chiqqan edi. Mana aynalar stupenka. Mana zakazni ham sog' salomat buni olib keldik. Ertaga namoz hammalaringizni kelayotgan namozlaringiz bilan tabriklaymiz. Bizda adres ko'plar so'rayapti, adres qayerda? Bizda adres Shartuzda. Vaqt qisqa, mana quyosh botyapti. Hozir Shartuzga ketish kerak, ertaga namoz. Qorong'i tushmasa ustanovka qilaylik o'shni. Sizmi? Biz Boston qishlog'idamiz. Akalar ukalar, Boston qishlog'idan sher yigitlar kuzattirgan bo'lsa, like-ni bosin, to'g'rimi? To'g'ri, like bosingizlar. Podpisatsa like esdan chiqmash kerak. Sam g'amni shu birinchi shu. Shunday. Video tarqalish uchun. Shunday video tarqalish uchun. Gap yo'q, ayna. Ishlaringizga omad. Siz borsiz, shu bo'lib qoladi. Agar bo'lmaganingizda, bu aynan qayerdan tanlaysiz? Shunday, ha. Hey, qaramay, Shartuzdan olib kelyapti akalar. Bu shuni tayyor sozda Shartuzdan olib kelyapti. Tayyorlab Shartuzdan olib kelyapti deb aytganda. Jigarlarimiz bemalol nimaiki zakaz qilmoqchi bo'lsa, ishonchli, garantiya akalar ukalar, tilga, gapga javob. Mana shu aynamizni o'zi ko'rdi. Aynamizni internetdan shu videosini ko'rdingiz, to'g'rimi? Shunday videosini shu narsani zakazsa, shu narsani tayyorlab olib keldik biz. Mana gap yo'q. Mana eshigi ham bor. Mana. Eshik mana. Mana yangilik master periodlardan. Bunga energetik qo'yasiz. Energetik ichiga. Bu yerga energetik bo'ladi. Bu tamomiy esingida yo'q. Bunday kachilar. Tushundingizmi? Oyoq bilan bo'ladigan kachilar tamomiy esingida yo'q. Birinchidan. Ikkinchidan mana buni shunday ko'tarasiz. Mana shunday qo'yasiz. Mana yerga telefonni qo'yasiz, spokojno. Prosestikka qo'yasiz. Tushundingiz? Bunday qo'yib joyiga kirgizib qo'yasiz. Tufanlı oldu mu? Вот это называется Tojikiston. Bizning ishimiz temir, bizdagi ya'ni temir bo'lganda universalda biz hamma narsani qilamiz. Temirdan nimaiki bo'lsa, mana fermami, darvozami, reshotkami, panjarami, xullas kalon nimaiki xayolga kelmagan narsalarni podpischilar rasmini tashlayapti, shu narsalarni tayyorlab beryapmiz qo'ldan kelgancha. Mana bu temirga keladigan bo'lsak, mana shu temirga keladigan bo'lsak, mana shu temirni, oddiy mana shu temirni o'zidan bir 3-4 xil namuda borda. 3-4 xil namuda bor. Hammasi farq qiladi qalinligiga. Podpischilar so'raydi, mana shu narsa necha pul?
oddiy bir lesensiya so'rashi mumkin yoki bir kachela so'rashi mumkin. Narxini aytsangiz, bozorda deydi, nima uchun kachela 3000 turibdi, 3500 turibdi, sizda 5000, 6000 deydi. Sababi hamma sekret, hamma sabab mana shu. Biz yuqa temir bilan ishlamaymiz, arzon temir bilan ishlamaymiz. Chunki u garantiya berish u narsaga qiyinda. Men nima uchun 5 yil garantiya beraman? Mana shu material qimmat va baquvvatligi uchun. Mana temir, mana shu temir ko'ryapsizlar? Qalinligini ko'ryapsizlar? Hozir men mana shu temirni yuqasini ko'rsataman. Mana shu ikkovi bitta temir. Mana bu tunuka. Tunuka ikkalasi lekin bitta narsa. Ikkalasi bitta narsa. Ikkovini sorti ham, dizayni ham hammasi bir xil, kачество faqat qalin yuqa. Shu narsada farq qiladi, tamom. Bu narsalarni biz umuman ishlatmaymiz. Mana tunuka bu bor-ku, mana tunuka bu. Ana endi profilga keladigan bo'lsak, hozir men sizlarga profilni ko'rsataman. Ikkovi bitta profilda, bitta profil. Mana bu 5 ga 5 profil, 5 ga 5. Mana bu 1-1. Mana buga keladigan bo'lsak 3 mm qalinligi. Mana buni men voобще ishlatmayman, mana shuni. Mana shu narsaga garantiya berish yo'q-da. Bu svarka ursangiz teshilib ketadigan narsada. Akkuratni svarka qilsa hammasini qilsa bo'ladi. Atay mana shu zakazchilar bir narsani zakaz qildimi, sifatli qilish kerak, materialni jilet qilmash kerak. Mana shu bitta darvoza tayyorlayapsizmi? Darvoza. Biz tayyorlagan darvozani 2 kishi ko'tara olmaydi. Javob beraman. Nimaiki darvoza 3 ga 4 mi, 2 ga 3 mi darvoza tayyorlayman? Tayyorladim. 2 kishi kuchi yetmaydi ko'tarishga bor. Chunki material mana shundan bo'ladi. Material mana shundan bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, bozorda turibdi, darvoza turibdi bozorda 7000 so'mon turibdi, 8000 so'mon turibdi. Uni shu darvozalarni o'zini shu dizaynda tayyorlayman. 12000, 13000, 15, 16000 so'mongacha. Nima uchun 10000 so'mondan arzoni yo'q? Chunki biz mana shu profillarda ishlatamiz. O'sha sabab darvozalar qimmat bo'ladi, narxi qimmat bo'ladi. Ana shunga qarab keyin 5 yil bemalol uspokойно kafolat beramizki, garantiya berish. Men turbalarga keladigan bo'lsa akalar, mana 1-1 turba bu qalinligi. Bularga keladigan bo'lsa, mana bular 3. Mana toza 3 bular. Narxi 1 barobar emas, 2 barobar farq qiladi. Farq shu narsada farq qiladi, materialda farq qiladi. Kimki nimaiki xohlasa, nimaiki dizaynda kachelami, karautmi, uzun fermami, lesensiya, reshotka, xullas kalon nimaiki xohlasangiz, ekrandagi nomerga telefon qilasiz, WhatsAppda yozib qoldirasiz, javob bera olmasak. Zakazga keladigan bo'lsa, nima uchun qimmat deyman? Chunki materiallarimiz bizga qimmat, qalin temirdan bo'ladi. Yuqa temirda ishlatmaganimiz sabab bularga garantiya berish juda qiyin. Chunki budjet sizniki ko'tarmasa, mana shu zakaz qilsangiz, mana shu yuqa temirdan tayyorlab berishimiz mumkin. Ularga 1 yil, 2 yil garantiya bera olamiz. Undan ziyodiga garantiya berish qiyin bu narsaga. Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Master Periola kanalini kuzatishda davom etingizlar. Yangi videoroliklarimiz hali oldinda. Mana bu tarafini ham ko'tarasiz. Shpilkani qo'yasiz. Xatman mana buni latok to'kishdan oldin smaska qilish kerak. Apalovkami bu ham xuddi shu apalovkadek gapda. Smaska qilasiz, shu betonlar gladki yopish qolmasligi uchun. Shpilkani qo'yasiz, tamom. Undan keyin ichiga armirovanniy setkalarini tashlab, betonni to'kishdan oldin mana bu yerga 6lik simdanmi, 8likmi, 12likmi farqi yo'q. Simdan xatman sim qo'yish kerak mana bu yerga. Apalovkani buzgandan keyin nomda o'tkazasiz, simga shuni ko'tarib ketasiz, xohlagan joyingizga kerakli uchun. Xohlasangiz manipulyator ko'tarib ketadi, xohlasangiz odam mana shunday qolib kimgaki kerak bo'lsa, любой razmerda uzunligini ham farqi yo'q, sinani qalinligini ham farqi yo'q. Necha desa, shu santimetrda to'g'rilab beramiz. Bular oddiy tunuka emasda, tunukani ham baquvvat mana, baquvvat bor-ku. Mana usti samarez bo'ldi, polni xod. Mana eshigi bo'ldi. Katta xonani eshigi bu, ichkariga yosh bola ham chiqsa bo'ladi. Mana bu adyalni tuxum qo'yadigan joyi. Mana bu yerda tovuqlarning doni bo'ladi. Mana bu yerda doni bo'ladi. Mana bu uychasi, kechasi yotadi ustida. Eshigi qoidaviy, biron ovoz yo'q. Tayyorladik. Shlikovka bo'lingan, lak bo'lingan. Akalar temirlar hammasi shlikovka bo'lingan. Qolagan dizayn esa tayyorlab beramiz. Qolagan kraslangizni urib beramiz akalar. Mana bu yerda yana bir karavot tayyorlab o'tamiz.
yarmi turibdi. Hammalaringizni Qurbon hayiti bilan tabriklayman akalar, ukalar, opa singillar. Temirdan keyin nimaiki kerak bo'lsa, mana shu nomga murojaat qilishingiz mumkin.